Bu joyda juda ko'pchilik bilsa kerak. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh. O'zbekiston bo'ylab sayohatimiz Andijondan Qoraqalpog'iston Respublikasiga bugun 9-aprel havo aynaligiga qaramasdan start berildi. Inson oldiga bir maqsad qo'ydimi, maqsadiga yetishmaguncha harakatdan to'xtab qolmasligi kerak. Xudo xolasa yana bir maqsadni oldimga qo'ydim. O'zbekiston bo'ylab sayohatdan keyin inshaalloh sizlar bilan birgalikda dunyo bo'ylab sayohatga chiqishga harakat qilamiz. Xudo xolasa yo'llarda ko'rganlar, bilganlar, taniganlar bemalol Mirzo blogda bizni bosh homiy Bek ota kalbasalariga obuna bo'lib qo'yganlarga homiyimiz tomonidan ajoyib sovg'alarimiz taqdim etiladi. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda O'zbekiston bo'ylab sayohatga tayyormisizlar? Xudo xolasa biz start berdik. Duo deb turinglar. Xudo xolasa biz safarni boshladik. Serşahlar osman